Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. HBK Balsa orqasidan ajoyib kvartira topib qo'ydik. Juda ham kvadrati katta. Hozir mehmonxona qismida turibmiz. Zal, mana shunday ko'rib turibsiz, juda ham katta kvartira. Korobka holatida keyinchalik o'zingiz uchun bemalol ideal remont qilib olishingiz mumkin. Murodjon, kelaverasan. Kirish qismi elektristvalar qilib qo'yilgan. Mana shunday kattagina o'zini holiga ega. Bu yerda bemalol yumshoq mebellar qo'yib, alohida TV zona qilsa ham bo'ladi. Oshxona qismini aytib o'tamiz. Bu ham xuddi zalga o'xshagan juda ham katta xona. Agar shu yerdan mebellaringizni qo'yadigan bo'lsangiz, bemalol bu yerda mehmon kutsangiz ham bo'ladi. Juda ham katta oshxona, qulayliklari ajoyib. Xo'sh, ikkinchi xonasiga o'tamiz. Kattalar yotoqxonasi, elektristvalar qilingan, chornovoy отделка. Xo'sh, uchinchi xonasi bolalar yotoqxonasi. Mana shunday keng, shinam, chiroyli, kattagina akfa derazalardan qo'yilgan. Razdelni sanuzellari, tualet qismi, marhamat ko'rishingiz mumkin. Sanuzel juda ham keng, katta. Xo'sh, pastda opsiyada ma'lumotlarni keltirib o'tamiz. Juda ham katta kvartira, ma'lumotlari beriladi. Bemalol telefon qilib bizga murojaat qilishingiz mumkin.